Mana ikkinchi qismni sizlar uchun tuzatib, ikkinchi qismni yana boshladik va ikkinchi qismda men o'zimga uy qurishni boshlagandim va uy qurayotganimda, deraza o'rnatayotganimda videoni tugatgandim. Shuning uchun mana kelgan joyimda ko'rishinglar mumkin. Mana do'stlar, mana biz ham yana qurishni boshlab yubordik. Sal xato qo'yilibdi, hech nima bo'lmadi. Mana uyimizni tomini yopyapmiz va endi uyimizni juda zamonaviy ko'cha stilida qilyapmiz. Ko'cha stilida va bugun 16-kun montajda mana montajni ko'rsatib qo'yaman. Mana 16 Days degan joyda 16 degan joy bor. Mana sanagi zombilar mening qishlog'imga bu qishloqda men bor ekanman. Yo'q, uyim. Do'stlar, uyimni albatta buzib tashladi, lekin men quraman. Do'stlar, albatta yanidagi bloklar bilan ana qurib oldim do'stlar uyimni. Fonli. Ana do'stlar, ikkinchi etajni qurdim uyimni va yana uxlab olamiz va bugun 17-kun. Men itlarimga shularni beryapman. Va pechkalarni o'rnatdim va o'zimga tomorqa qilishga qaror qildim. Tomorqa qilishga va bu yerda suv qo'ygandim, ular muzlab qopti. Va yana-chi suvlarni bu yerga shundan qo'ysak ham hech nima bo'lmaydi. Va tomorqani yopishni xohladim va yopdim. Va endi unga ikkini ekish kerak. Do'stlar, iltimos do'stlar, qo'lim tegib ketdi do'stlar. Minecraft videoni qilayotganda Minecraft videoni to'xtab qolganda men o'ynamasam mana o'ziga keltiramiz davay. Yana suvga tushdi. G'orga tushib yana ko'mir kavlayapmiz. Do'stlar, bu videoda agar ko'p like bo'lsa web kamera bilan o'ynayman. Agar 7 ta obunachim bo'lsa web kamerada men qanaqa ko'rinaman, shuni hammasini bilishni xohlasangiz kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Montajda zerikkanimdan, montaj qilaverib zerikkanimdan nimadir chizdim. Do'stlar, bu video juda ham qiyin bo'ldi menga. Bu videoni montaj qilishni menga 50 soat vaqtim ketdi. 50 soat telefonimni oldida o'tirdim. Juda hazil bo'ladi do'stlar, men bu videoni montajga yarim soat qildim xolos. Unchalik montaji qiyin emas ekan. Va yana o'ynalar uchun. Va men uyni ko'p etajli qilmoqchiman. Va g'orni ichiga ham qilib oldim. Bu mening ba'zan bo'ladi. Bu juda katta uylar quraman, ba'zan bo'ladi. Ha do'stlar, men ularni sindirishim sizlarga yoqmasa, bu videoni 2 karra tezlashtiramiz, katta. Ya'ni qurgan joyimdan boshlaymiz. Davay. Qani 2 karra tezlashtirish yoqilsin. Ha do'stlar, men bu vaqtda juda ham katta ishlar qildim va bunga shu baza yasab oldim. Yasab olishga ulgurdim. 2 karra tezlikda sizlar ko'rishinglar mumkin. Nechta olmosli birovni yasaganimni ko'rishinglar mumkin. Va tezlashtirish. Va do'stlar, bu tezlashtirgan vaqtdan sizlar foydalanib, sizlar albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Men daraja yozayapman. Do'stlar, men 2 karra tezlikdan qildik va nazarga o'tish vaqti keldi. Do'stlar, 2 karra tezlikda men
sehrli anaqa yasashga o'rgildim, portal yasashga o'rgildim, mushuk boqoldim, xullas baza qurdim, ko'p narsa qilishga o'rgildim. Va Netherga go. Va mana Nether'damiz do'stlar, Netherga kelib oldik va bundan rasvori xudoga kelishini umuman kutmagandim. Do'stlar, mana sizlarga bu joy qiziq bo'lmasa, men olib tashlashim mumkin montajda. Va bastionga kirganimni sizlarga o'chog'idan ko'rsatib beraman. Ben mana bastion sandig'ini o'marayotgandim va bastion sandig'ini va bugun 34-kun. Men ko'p videolar qilishga o'rgandim do'stlar. Iltimos kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar kanalimga. Va do'stlar, men bastionga do'stlar Nether'da deyarli o'lay degandim, yaxshi hamda oltin olma bordi. Agar sehrlangan oltin olma borligida men olovga qarshi regeneratsiya berardi. Bunday yo'q, faqat bitta kuchlilik. Jonni tez tiklash qobiliyati borgan xolos. Va do'stlar, sizlarga bu joy qiziq bo'lmasa, men montajdan 2 karra tezlik bilan o'tkazib yuboraman do'stlar. Va men montaj bu 2 karra tezlikda men juda ham ko'p ishlarimni qilib oldim. Unga hovuz qurdim. Verstak o'g'irladim. Zo'r qishloqlarni qamab qo'ydim. To'sa men bu blokni 100 marta so'zladim. To men xohlagan blok bergunicha, ya'ni kitob bergunicha, sehrlangan kitob. Bu menga juda kerak edi. Shuning uchun men uni qamab qo'ydim. Va o'zim daraxt topishga ketdim. Va daraxtlar tayoqchalarni almashtirdim zumradlarga va o'zim xohlagan kitobni sotib olishga qaror qildim. Va shu kitobni sotib olarkanman, men juda ham zo'r bo'lib ketardim. Va bu kitob sehrini men qilichimga yoki kirkamga o'rnatishga qaror qildim. Va Jitter bolachani ko'rdim va sehrlangan cho'chqa. U cho'chqani urmadim, chunki Netherga bo'lganimda meni qo'llamasin deb. Kim biladi, yana Netherga borarkanman, yo'qmikan. Do'stlar, iltimos qana va men o'zim xohlagan 2 ta anaqamni olib oldim, kitobimni, va yana bambuk kerak edi menga. Va yana kitob sotib olish juda ham qiynalib. Do'stlar, videoni sizlar shunchaki tezlashtirilganda ko'ryapsizlar. Men esa juda ham qiynaldim, ko'rishingiz mumkin. Juda ham qattiq qiynalganman. Bo'ldi, oxir-oqibat mana. Endi menga lapis kerakligini anglab yetdim va lapis topib keldim va kirkamni va broniyamni sehrlab oldim. Va ishtonini sehrladim eng kachopga. Va men